Assalomu alaykum, hurmatli o'zbekistonliklar va yurtdoshlar. Menda bunaqa ishlarni qilib berayotgan bir kimlar deb atashni bilmaymiz. Ularning bir shariatdan xabari yo'q, insonlar deb bilamiz-da biz. Ilmsizlarning ishi bu. Bular kimga ishonib bunday qilyapti? Bu yerda yotgan mayitning egasi Zohid Muxtorjon aka ekanlar. Bularni qabrlariga shu bizni shu berish uchun chaqirishuvdi. Tozalovlarni qildim. Hop. O'tlarni yuldim. Endi shu tayyorlab turgan joyimda ketmon bilan qabrni bir yoyilib ketgan uchun qisqartirish maqsadida yonidan to'proq olayotgan paytim bo'lyapti. Shunda bu chiqib kelyapti. Birinchi orqasidan bu chiqib keldi. Bunday qilayotgan hamyurtlarimiz kim qilgan buni, erkak kishimi, ayol kishimi, bundan xabarimiz yo'q, bilmaymiz. Bu bo'yicha bir ma'lumotga ega emasman. Shuni qilayotgan insonlar, sizlarning ham farzandlaringiz bor. Buni ziyoni o'zlaringizning farzandiga bunaqa yolg'on ishlarni qilish yaxshi emas. Faqat Xudoga ishoninglar. Bunaqa qildirish ham yaxshi emas. Insof o'zingizlarga bersin. Ayrim shunaqa ish qilib pul topadiganlar, shunaqani orqasidan to'y qilasizmi, uy qilasizmi, ovqat yeysizmi, shu hazm bo'ladimi qalbingizga, organizmingizga? Bir o'ylab ko'ring. Mana sizlarga boshqa gapim yo'q, shu gapim.